Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? Kechga qoldimmi? Solga kechga qoladiganlar haqida. Ha, endi oylikdan shu Ha, birinchi marta emas-ku, mayli. Rasmdagi qizni qara. Qachon uylanasan? 35 ga kirding, Kechga qolding deysan. Конечно. Ha, mayli. Hormaylar. Yana kechga qoldimmi? Yangilik bas ukajonim, siz kechga qolganingiz yo'q. Ha, kelmay qo'yarmabsan. Sizga to'yxonada itam yo'q, to'yim bugunmidi o'zi? Ha, 2 soat bo'ldi to'y tugaganiga. Jicha kuttirmaslarda meni. Ovora qilganing qoldi sovuqda meni. Shahar markaziy shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Qudratov Sherzodning do'stimisiz? Xo'p. Do'stingizning ahvoli juda ham og'ir, avariyaga uchragan. Zudlik bilan 15 daqiqada dorilarni yetkazib kelmasangiz do'stingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Ulgurasizmi? Bilmasam. 1 soat bo'ldi, mana 1 soat. Eva. Assalomu alaykum. Kechga qoladimmi?